Сәлем достар, Qozonimiz bo'yicha sayohatimizni davom etamiz. Bugun biz qiziqli fan ham texnika yurtida. Ketdik. Birida fizika qonunlari bilan bog'liq bo'lgan bek ko'p turli eksponatlar bor. Masalan, bu kuzgular. Ularning ishini flomaster tiqsaq, bu flomaster ko'payacak. İkinci eksponat konuslar. Qiziqli fakt. Bolalar 4 konusga qadar ko'tara oladi. Ulkanlar nebari 2ni. Borisi da barmoqlarining motorikasi bilan bog'liq. Do'stlar, birida shin organ bor. Lekin u trubalardan yasalgan. Bunga qaramasdan da kuylar o'ynab bo'ladi. Mana qarag'iz. Yurtdagi eng burungi eksponat fortepiano. Ona 100 yildan ortiq. Birida fortepianoning ishlash sistemasi bilan da tanishib bo'ladi. Do'stlar, bek ko'p kompaslar yanaşa bo'lsalar, ularning poluslari durust ko'rsatmayacaklar. Kompaslar ustidan magnit bilan yursak, ular biy boshlayacaklar. Mana qarag'iz. Do'stlar, haliga ham boshqa bek qiziqli eksponatlar bilan fan ham texnika yurtuna kelgach tanisha olasiz. Bunga mana shular edi. Sog' bo'linglar.